Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Aksiyadorlik tijorat xalq banki, Yangiyo'l BXM hamkorligida Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Niyozbosh mahalla fuqarolar yig'inining 582-sonli konturi 10 gektar yer maydonida ko'katlar yetishtirish loyihasi amalga oshirilmoqda. Bu yerda ko'katlar zamonaviy usullarda parvarishlanib, hozirda ekinlar unib chiqib, sotishga tayyor holatiga keltirilgan. Ekinlar yetishtirish kun davomiyligi 60-70 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada 27 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan bo'lib, bir dehqon o'rtacha 37 sotiq yer maydoniga to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Yangiyo'l Omega ziroatlar mas'uliyati cheklangan jamiyat biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 20 tonna, jami 200 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.